Hatto Xudo Qur'onda ochiq aytadi. Qiyomat kun shunday kunki, akalar, qadrdonlar, go'daklarni sochi oqarib ketadi deydi. Tasavvur qilyapsizmi? Shu kunda siz men bilan nimani gaplashasiz? Yo, men siz bilan nimani gaplashaman? Shuning uchun bu dunyo imkoniyat dunyosi. Bir-birimizni rozi qilib olaylik. Kechirim so'rab olaylik va ertaga ashuni rozi qilishim kerak deb deydigan ishni qilmaylik bir-birimizga. Orqamizdan gapirishni to'xtataylik, g'iybatni to'xtataylik. G'iybatchini Alloh yomon ko'radi. Birovlarning yutug'iga hasad qiladigan, kuykanaylik, ko'ra olmaydigan odam bo'lsak ichimizda, ey Xudodan qo'rqaylik. Alloh yomon ko'radi. Menga o'xshab imom domla bo'lsangiz ham, hojaka hojdada bo'lsangiz ham, qoraka bo'lsangiz ham, soqolimiz kindiyimizga tushib tursa ham, yilonaka sallada yursak ham, birovlarga hasad qiladigan, kuykanay odamni Alloh yomon ko'radi. Birovlarni orqasidan yomonlab, arab tilida buni g'iybat deydi. G'iybat qiladiganlarni Alloh yomon ko'radi. Birovni haqqini yeydiganlarni Alloh yomon ko'radi. Birovni aldaydiganlarni Alloh yomon ko'radi. Birovlarni kamsitib, o'zini katta oladiganlarni Alloh yomon ko'radi. Yaxshilarni, muhsinlarni, ya'ni birovlarga nisbatan hayotida, odobda, axloqda birovlarni hurmat qilib, o'zidan ustun ko'rib, birovlarni haqqini yemay, chiroyli yurganlarni Alloh Qur'onda men yaxshi ko'raman deydi. Shunday bo'laylik, amalda musulmon bo'laylik.